Tushda zafaron ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, biror kishi o'zida zafaron borligini ko'rsa, zafaronning miqdoriga muvofiq odamlar unga maqtov so'zlarini aytishiga ishoradir. Xususan, zafaron yanchilmagan bo'lsa, agar zafaron iste'mol qilayotgan bo'lsa, bemor bo'lishiga ishoradir. Zafaronning rangi libosida yoki badanida qolganini ko'rsa, bu ham bemorlikka ishora bo'ladi. Zafaron rangini badanidan yuvib tashlayotganini ko'rsa, bemorlikdan shifo topishiga ishora. Kirmoniy aytadiki, yanchilmagan zafaron sotib olganini yoki kimdir unga berganini ko'rsa, boyvachcha xotin olishiga ishoradir. Zafaron rangli libos g'am va anduhga ishoradir. Agar zafaron iste'molini ko'rsa, bu ham g'am va anduhga ishora bo'ladi. Agar qopda zafaroni borligini ko'rsa, ne'mat hosili bo'lishi va odamlardan maqtov eshitishiga ishora bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.